Assalomu alaykum. Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga dushanba 21-aprel va xolos yangi strafilalarimiz kelgan 6 metrlik okalar. Xudo xolos bugungi videomiz xudo xolos manfaatli va foydali bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lgan bo'lsangiz obuna bo'lib bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa yangi videolarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa musofirda yurgan aka-ukalarimiz bemalol aloqaga chiqsani bo'ladi. Dastlabki xizmatimiz mavjud. $1000 taxta olsanglar, dastlabkamiz besplatniy bo'ladi mutlaqo okalar. Yana bitta bonus qilganmiz, xudo xolasa okalar, $1000 taxta olsanglar 10 kilo miq, 100 lik 10 kilo 120 miqlab bonus qilib xudo xolasa qilib beramiz okalar. Bemalol aloqaga chiqsani bo'laveradi aka. Pastda raqamimizni qoldirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana videomizni boshlaydik aka. Bizga xudo xolasa sifatlari o'ta ideal holatda. Holatlarni qarang, strafillarni. 6 metrlik 14 ga 3,5. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol zakaz bersa ana bu cheklanmagan miqdorda o'ta serob 11ligi bor, 14ligi bor, 13ligi bor, 9ligi bor, 16ligi bor. Bemalol telefon qilsani bo'laveradi okalar. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pol taxta strafili lagerlarimiz bor. Chekadan ko'rsatib o'tamiz. Razmerlari, narx-navosi. Kelingchi, kameracha bu yoqda kelingchi. 6 metr strafilimiz 11 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 95 ming so'm. Nimaga qimmat degan savolga buni arzonrog'i ham bor, 90 ming so'mligi bor. Razmerda farqi bor, 10,5ligi bor, 90 ming so'm chiqadi. Bu yoqdagisi 14 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik. Holatlar ideal, katta ko'z, eshabi to'g'i yo'q. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 116 ming so'm okalar. 116 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsani bo'ladi, cheklanmagan miqdorda bor. Sifatlarni ko'rsatamiz, kamerachi. Sifatlari o'ta zo'r, katta butoq, eshabi to'g'i yo'q. Bemalol telefon qilaverasizlar okalar. Taqlanib turgan strafillarimiz bemalol miqdorda, cheklanmagan miqdorda bor. Xudo xolasa ozginaga qisqa videoda kelgan olamiz. Xudo xolasa uni taqlanib olsin. Strafilli pol taxtalar. Yana bitta pol taxtamiz 12 ga 2, uzunligi 4 metrlik. Holatda, chiroyli holatda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, okalar, narxlarimiz 45 ming so'mdan donasi okalar. Baquvvatroq pol so'raganlarga, qalinroq pol so'raganlarga 12 ga qalinligi 29 3 qad, uzunligi 4 metrlik. Holatlar o'ta ideal holatda, eshak ko'z, katta butoqlari yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, okalar 65 ming so'mdan qilib beramiz buni. Baquvvatroq strafili so'raganlarga 15 ga uzunligi 6 metrlik okalar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxlarimiz 180 ming so'mdan donasi. Bemalol aloqaga chiqsani bo'ladi. Xudo xolos sifatli, chiroyli narsa bo'ladi. Navbatdagi bir sumimiz 10 ga 10, uzunligi 6 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsa 245 ming so'mdan. Bu yoqdagisi 10 ga 15, uzunligi 6 metrlik, narxi 345 ming so'mdan okalar. Navbatdagi strafilligimiz 4 metrligimiz. 13 ga qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. 100% sasni bo'ladi, o'ta chiroyli, ideal holatda bo'ladi. Qop-quruq. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi okalar 75 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol murojaat qilsani bo'laveradi. Pol taxtamiz bor. Shirinasi 10, qalinligi 26-27, uzunligi 4 metrlik. Lestva pol taxta so'ragan aka-ukalarimizga. Narxiga keladigan bo'lsa, okalar 48 ming so'mdan qilib beramiz. Donasini 48 qilib beramiz. Bu yoqda yana lestvagimiz bor. 12, qalinligi 27-28, uzunligi 4 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsa 56 ming so'mdan qilib beramiz buni okalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Reykamiz 5 ga qalinligi 3, uzunligi 4 metrlik. Lestva reyka okalar bu. Narxiga keladigan bo'lsa 5600 so'mdan qilib beramiz.